Assalomu alaykum. Bizni boshimizga qanaqa muammo tushishini bilishimiz uchun belgilar bor. Mana shu belgilarni bilib olishimiz kerak deb o'ylayman. Birinchi belgi bizni obro'yimizga keladi. Ishxonadagi obro'yimizga, mansabimizga keladi. Biz haqimizdagi gapirilayotgan gaplarga, biz haqimizdagi negativ axborotlarga va ishdagi kelishmovchiliklarga olib keladi. Bu birinchi belgisi hisoblanadi. Ikkinchisi daromadimiz pasayishi. Bu belgi ham bizni noto'g'ri yo'lga ketayotganimizni belgisi. Uchinchisi bizni tanamizga keladi. Salomatligimiz orqaga keta boshlaydi. Va oxirgisi yaqin insonimizdan keladi. Yoki yaqin insonimiz orqali keladi, yoki yaqin insonimiz tomonidan bizga muammo, signallar ko'rinishida keladi. Ya'ni to'g'rilab ol degan ma'noda. Biz to'xtab, o'ylab ko'rib, endi nima qilishim kerak degan savollarni berib, davom etishimiz kerak to'g'rilash uchun.